Assalomu alaykum Said Umarxon. Mana qarindoshligimiz bor ekan, mana o'tgan buvalarimizni Xudo rahmat qilgan bo'lsin. Mana dadamiz Mashrabxon To'ra dada 8 o'g'il, 3 qizi bor, 6 yasharida dadalardan qolib ketgan ekan. Shu bir buvalardan qolgan bir hassasi, shu sajarasi bor ekan. Buni o'sha Saiddan beriga bekitib, enalari bekitib, saqlab o'sha dadamizga berib ketgan ekan. Buni Dusha qori ajaga ko'rib bir sira ziyoratini qilgan, nasib qildi. Bugun endi shu kunda men ikkinchi o'g'li Rustamxon bo'laman. Buni Said Umar bir ko'rib ko'zdan o'tkazib, duosini olib va ziyoratini qilib qaytarib beradi. Keyinchalik butun Said avlodiman deganlar shu o'zgaloq sajarasini taxtab bordi keldimizni ko'paytiraylik. Bismillah. Biraz uzayıp gidelim. La ilahe illallah, 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 Muhammed Resulullah. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah, Muhammed Resulullah. Allahümme salli ala seyyidina. Taza qo'l yozma meni. Shu duolarimizdan qolgan sajara ekan. Har qandaqa narsani o'zgaloq sajarasi bo'ladi. Shu Said avlodlarining sajarasidan dadamizga shu qolgan. Dadamizga bir boylik, yo mol, yo biylik kerak bo'lmagan. 91 yoshida bir 6 oy bo'ldi, qaytish qilib o'tib ketdi. Xudo o'zi rozi bo'lsin. Qolganini o'sha yoqdan bergan bo'lsin. Payg'ambarimizning yubileyosida tegishli bo'lgan hadisi sharifdir. Bu yerda saytlar bo'yicha aytilgan shu ma'ruzalarning bardigi, bayonlarning bardigi bu yerda to'lig'i bilan yozilib, atadan balaga o'tib kelgandigi bu yerda ochiq ayqin ko'rinib turadi. Ochiq ayqin ko'rinib turadi. İnşallah Ali karramallahu vecehu radıyallahu ta'ala anhu radıyallahu ta'ala anhu babamız çoğun babamızdan atadan balaga bardık atlar toluğu menen yazılıp inşallah bir yerde düşürülüptür. Kol yazma menen gana düşürülüptür. Bunu yazgan alimler, ulamalar özlerinin podpisini, özlerinin tasdiqlamalarını bu yerga qo'yib, özleri boyunca to'liq ma'lumotni bu yerga berib tushirib ketgan ekan. Maşallah. Maşallah. Hem muhim bu yerdan bir adamdı inşallah. Bir adamdan ati düşürülgen bo'lsa, bu yerda anın qancha balasi bo'lgan. Al qancha shaq bo'lib qaysi taraflarga taraganligi bu yerda ko'rsatilibdir. Emin inşallah bu sajarangizdan, bu sanjaranın negizinde bu qancha degan saytlar keladi. Bu sajaranın nemesinde bu yerga tushiriladi inşallah. Bunun barini gördüm. Bu sanjarangizdan bir
nusxasini men emeden okup ketdim hazır. Jogorusунdan. Saud Arabiyada oşol Al-Jumum murdağı atı Vadi Fatima degen jerdegi saytlerden sanjarasında da gördüm. Bu жерден oşol jerde koşulgan jerini dagı bu жерден tak gördük inşallah. Bunun bardığı açık aygın bir yerde tüz yazılgan inşallah. Rahmat. Ana ayaklı çağında mana dal uşunday bir Tomaları. möörlөр düşürülgөн bul möörlөр. Albatta bulardын bardыгını biz bul möörlөрдү karap eме kılıp çıktık, tasdiqtap. Uşul möörlөр boyunca atayın bir alımlar taraptan oşol kitep kılıngan. Bu kiteptin avtoru Doktor Abdurazzak Al-Hüseyin Şerif. Oşol kişi bu möörlörдү tasdiqtap durup atayın bir kitep kılıp çıkarıp bu Saudiyada satıldı. Bazarlarda bu kitepler satıldı. Oşo kitepte bu möörlörдүн her biri kimge тийиштүү, кайсыл mezgilde эме болгондугу бардыгы ошол kitepte açık aykын жасалган. Men al kitepти мен сиздерге көрсөтөм, аны дагы көрөсүздөр. Ана дал ошол kiteptеги мына möörлөр бул жерде турат. Tasdiqtalgan möörlөр bul jerde turat. İnşallah. Allahu akbar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işaret kılıp özünün sözünde menin üy bilem darak sıyaktangan dep ayttılar. Darak sıyaktangan dep işaret berdiler. Oşol tüy bir dünyada büt uşunday şaklары büt dünyaga tarады. Mına uşunun dalili uşul Peygamberimizden hadisinin. Bu sancaranın çöyrösünde kanca degen, mingdegen sayitlerden tasdiqlamaları bu jerde bar da, bu jerde bar. Bu albatta, bu üy bülö, şu Peygamberimizden üy bülösü тийиштүү болгондор bari biz bunu bilemiz, bunu taktayız inşallah. Bulardın bardığını taktap bilip мындайча айтканда өзүбүзгө тийиштүү болгон санжарага биз абдан бекем абдан биле өзүбүзгө белгилүү бир сөздү айтып койгум келет да, бир сөздү айтып кетким келет. Пайгамбарыбыздын үй бүлөсү боюнча бир жерде сөз болгондо пайгамбарыбыздын үй бүлөсү боюнча Аллахумма салли аля сейидина аны bir жетекчиден барып туруп сурай турган bir адат көтүп алды да. Жетекчи президенттен, же болбосо королдон, же болбосо молдодон, муфтийден, казылардан сурай турган адатка өтүп алышты да адамдар. Мен айтат элем, бул ката нерсе. Себеби үй бүлөлүк маселе үй бүлөнүн мүчөлөрүгө гана белгилүү, бул дүйнөдө ачык айкын, туурабы? To'g'ri. Özlüğü gana belgilүү. Biz uşuntu öyle biz bu emelerdi taktap alalabız. Uçurda taktap keldik, taktap koy alabız. Andıktan inşallah dağı biz saytlarda Bul dokument qanday saqtalib qolgan? Şonu aytib bersangiz. Bunu men hozir 60dan o'tib qoldim yaşam. Dadamiz rahmanlik aytib yurardi. 6 yaşlarımda ot üstüde otda uxlatib dadam bilan turganimda shu Soyazli mahallada qandaydir bir shapka kiyganlar kelib dadamni olib ketgan 6 yashar bo'yicha qolganman. Otni ham olib ketgan, dadamni ham olib ketgan. Menga shunisi bilan o'sha kitoblari bitta hassasi qolgan. O'zim yolg'iz, akam yo'q, opa singlim yo'q. Shu tog'lar orasida sahobada yashab uni yaxshi yashab o'tdim. Men bu dunyodan roziman, qolganimni u yoqdan bersin deb duoni qilib ketgan. Buni o'sha buvamiz rahmatli saqlab, o'sha duolarni kataylarida chakka tushib, o'z betidan chiqqanlar qirchibdi. Shu kunga saqlab kelgan avvalo shu buvamizga rahmat. Dadamizni, buvamizni Xudo rahmat qilgan bo'lsin, amin. Xo'p, o'sha duo tashchalarida bug'doy sopqadigan joylar bo'lar ekan, o'sha mahallada. Bug'doyni yanida shu tashchasiga buni ham qo'shib bekitib,
o'sha bir tarati yo'q odamlar ushlamasin, bekitib qol degan narsa shuning ichida bor ekan. Men omodanman, o'qigan odam buning ichidan topadi. Shu kofirlardan ehtiyot qilgan narsa ekan. Dadam rahmanlik bu yarıq dunyoda mo'min musulmon bor, kofir bor, bo'lagi bari bir degan. Shu bilan bola chaqasiga tayinlab ketgan. Bu yerda bir millatchilikning keragi yo'q. Mo'min musulmon bor, kofir bor degan. Dadamiz ham omiyoq odam bo'lgan o'zi. Shu men aytadigan dadamdan eshitgan gaplar. Sizge kim berdiler bunu? Negizi. Siz qancha yaşınızda gördünüz bunu o'sha bekitib qo'ygan bo'yicha? Es tortganimdan beriga biroq shu ushakizib turardi, biroq shuni ushab, buning ichida nimalar yozilganidan xavotir olib, shuni ushab yana qo'rqib kelganman shu kungacha. Mana bugun mana kechadan beri ushab olib keldik. Endi dadamiz o'zi kelib, bu yerga bir zarur joylarga borib uchrashga qodir bo'lmadi. Buni 40 yil burun Dushanba hoji ovaga bergan, bu olib kelib buni ziyorat qilib, bir sira kuchi yetganicha o'qigan. Shu odam aniq buni biladi, ushlagan shu odam. Shu yerda hozir shu Bishkekda bo'lsa kerak bu Dushanba hoji ovaya. Sizler hazır kaç yerde turasızlar? Biz Yanginoqat sahobasidamiz. To'rayev Rustamxon Mashrabduxonovich. Kutamiz. Bu shajaraning negizinde hali ko'p zaydlar kelishligi bu aniq. Inshaalloh. Bu yerda bari qancha balasi bo'lgan, qaysi balasi qaysi joqda qolgan, o'shalarning bari yozilibdir-da. Bu yerda yozilib, tasdiqlanibdir. Inshaalloh. Saydiman endi mana dadamiz bilan buvamiz ham o'tib qoldi. Dadamizning qo'lida bo'lgan, buvamiz saqlagan. Shularning haqqiga bitta duo qiling. Oxirati obod bo'lsin. Rahmat bularga mana ko'rdilaring. Shu odamlarning yo'lida yurishda hamma bola chaqamizga o'zimizga nasib qilgan bo'lsin. Bu 200 yilda yo'q, dadamiz masalan 90 dan o'tdi. Dadalar bir 70'ti bu yoqda qaytib kelgan bo'lsa, bu 200 yillik narsa meni Jobul. Aka bu. Bundan ham ko'pmi? Bu bir top bo'lmagan. Bu yerdagi yozilgan ulamalardan emesi bunu yazıp özünün möhrünü koygan ulamalardan emeleri yazılıptır. Al ulamalar siz aytib atkan yıllarda Onun burada emes. Andan teskersince 500 yıl, Ha, şuna 400 yıl Beş burada yıl yaşap ötken alimlerden bir yerde ulamalardan kol yazmaları durakta. Bu yerde atları menen özünün tasdiqlamaları menen emeleri durat. Oşol jana sözümek içine koşup aytip koya turgan bolsam, har bir uy buloning özünün gana müçeleri uy bulolik jumuştu çechkenge toluq uquqtuda, özü gana chechalat inşallah.